Men hozir sizlarga Allohning bitta mo'jizasi haqida aytib beraman. Sizlar esa bu videoni do'stlarga yuborib, bitta like bosib qo'yasizlar, ko'proq odam foyda olishligi uchun. Eshitinglar. Har kimning muammosi bor. Muammolar turlicha. Kimdir qarzdor, kimdir bemor, kimdir farzandsiz, yana kimdir esa ishlari yurishmayotganidan noliydi. Kimlardir esa o'ziga juft topa olmasdan halakda. Muammolar turlicha bo'lishi mumkin, lekin mo'jiza shundaki, ularning yechimi bitta. U ham bo'lsa duo ekan azizlar. Duo hamma muammoni hal qiladi. Ya'ni mana shunday duo qilaylik. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ma'nosi shundayki, yo Robbim, bizga bu dunyoda yaxshilikni bergin, oxiratda ham yaxshilikni bergin va qabr azobidan saqlagin. Mana shunday duo qilaylik. Hammamiz bilamiz buni. Va mana shu videoni do'stlarimizga eslatib qo'yaylik. Ular ham inshaalloh o'z muammolariga yechim topishadi.